Assalomu alaykum hurmatli meni kuzatuvchilarim, obunachilar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari barchaga xayrli kun. Qo'g'aydan yomg'irli ob-havodan sizlarga salom yo'llaymiz. Video murojaat hammaga, ya'ni erkaklarimizga ayollar bayrami yaqin, xudo xolasa kimdir onasini, kimdir farzand ayolini, kimdir opa-singlisini tabriklamoqchi bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Xizmatdamiz xudo xolasa chiroyli gul buketlar deysizmi, siz istagan sovg'alar, gitaralar bilan kelib chiroyli tabriklab turib ko'ngillarni olamiz. Xudo xolasa nomerlar ekranning yuzida turibdi. Aloqaga chiqasizlar. O'zimning shaxsiy nomerim. Murojaat uchun bemalol Telegram, Instagram, Odnoklassnik, YouTube hamma joyga qo'yiladi. Aloqaga chiqasizlar, borib chiroyli tabriklab, esdalik uchun, ko'ngil uchun yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Qo'g'ay, Uchqo'rg'on, Norin bo'yicha xizmatlarimiz endi uzoqroqgacha bizga uzoqlik qilib qolsa kerak. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa xizmatdamiz yaxshi kunlaringizda. Musofirdan yoki shu yerdan turib bemalol yaqinlaringizni tabriklashlaringiz mumkin. Biz orqali sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qayerdan kuzatyapsiz videoni yozib qo'yasiz va videoga bitta like bosib qo'yasiz. Sababi ko'pchilik ko'rish uchun. Omon bo'linglar.